Sinbad. Kemi petib qoldi. Agar kemiga suyuqlikni siqib chiqarish orqali besimni azaytadigan qurilmani o'rnashtirgan bo'lsak, mushundaq ahvol bo'lmaydi. Attigan yo'lga chiqardik. Lekin hech qaysinglar gapimni anglamadinglar. Bu yerga nima ish keldik-ki, endi suvning ko'tarilishini kutmakdan boshqa chora yo'q. Su baldırak götürülsü bulattı. Bu yerda memiz zeriktim. Qurg'oqchilik, jangal bir joy ekan. Qandaqlı bo'lmasin, qirg'oqqa chiqib, ozroq suv elishimiz kerak-da. Ma qara sendi bat. Get aşırı etdi. Ha? Elim o, ahilla, qirg'oqqa chiqayli. Balkim bu yerda esil haraq. Güzel ayollar bo'lishi mumkin. O'ynab yayraymiz demidi. Suv bado. Balkim bado. Agar kemida turg'ingiz bo'lmasa, kemidan tushing. Kemidagi havo dimiq ham nam. Qiziq kapitan kensiz. Meni qo'rqitman dema. Men kemidagilarning bir a'zosi bo'lgandan keyin boshqalardan alaydi bo'la olmayman. Ham hech qachon keynimga chekinmayman. Bu yoqqa turing Dobat. Bundaq yerda menga verish odamga azobgan qo'yin. Ham dilmangdiq-ku, ha? Menga verib, tugis ketirga o'xshayman. Qarang, ajoyib güzel ekan. Siz mushundaq sun'iy nimalarga amroq ekansiz. Sun'iy emas, tabiiy ekan. Mana qarang. Yana moyaga qarang. Nima degan nafs? Hasratli ko'rindi shundaqmi? Hasratli ko'z tishmo bir xil san'at. Shundaqmi? Mening ismim Vinsilso. Bu mening qo'rqum. Bu haykallar mening ijod etdim, o'zim yasagan. Sizni ko'nglimga xursandman. İsmim Mayfel. Chiroyli qismkan. O'zingizmi chiroyli ekansiz. Bular Ronga, Dobat, Boris ham sen Dobatlar bo'ladi. Sizning qo'rqingizni qalaymiqan qilmaymiz, efendi. Qalaymiqan? Yo'q. Nurg'un kemilar bu yerda turib o'tadi. Sizlarningmi bir necha kun turishinglarni umid qilaman. Suv ko'tarilganda ondan qaytasizlar. Ajoyib hashamatli. Shundaq. U menga cheksiz xushallik berdi. Bu yerning klimati bizga mos kelmaydi ekan. Ozroq narsa kerak setib beramsiz. Sizlarga bir taklif beray. Mening uyimda o'ltirib, bir tarafdan suvning ko'tarilishini kutgach, bir tarafdan haraq-sharab ichib, muzika anglab, sayib jamoalar bilan ko'ngil echinglar. Rad qilgan javobni yoqtirmayman. Yuringlar. Marhamat. Bo'pti. O'zlaringiz o'zgacha. Sizga yoqqan bo'lsa, xushal bo'laman. Buning hammasini o'zim loyilagan. Meningcha qurilish ruhning gavdalanishi. I've always felt that birds are among the most spiritual of beings. And I've always felt that they shouldn't be kept in cages. Men mulozimlarga sizlarni o'rinlashtirg'izay. Kechlik tomoq kun botganda tayyor bo'ladi. Bu odam ko'zimga zodli sig'mayapti. O hissiyatchan, qizg'in, mehmondo'st odam. Ayollarni hurmat qilish bilgan. Siz uni albatta yoqtirmaysiz. Yiqimliq sayırdan canı var. Ama nima uchun nolik?
You must leave. You must go. Beware of Vincenzo. No, come back! Please come back! No, who are you? Hello? Adem var mı? Oh, kaçma. Biz de görüşüp bakmagan qoy. Bilemsiz, bizning davlatimizda mehmonga bunday qilmaydi. Siz kim? Kechiring. Sizga ziyon yetkazmoqchi emasdim. Yolg'on so'zlama. Menga ishonmasligingiz mumkin. Sevgilingiz xatar ichida qoldi. Buningga ishonaman. Siz va boshqa malaylarning hammasi shamshar bor ekan. Men malay emas. Men Charman shohning lashkaridim. Bu orol shoh bilan Nodiya xonishqa tava edi. Vincenzo bo'lsa, bu yerdagi bir haykal tarashdi. Shohinglar hozir qayerda? Yushirib qo'ydi. Vincenzo qurol kuchi bilan hammin joylab etdi. Qanday qurol kuchi? Men qurolliq askar ko'midim u. U askar ishlatmaydi. Askarlardimi kuchli quroli bor? Askarlardimi kuchlik? Qanday qurol ekan? Haykaltarashlik qurol bo'lmamdi. Menga yordam qiling. Sevgilingizmi xatar ichida qoldi. Men sizni o'tinib qolay. Sizning gapingiz qanday qishnimi? Bu orolda bir nur chachadigan o'nkir bor. U yerga borsangiz, gapimning rostligiga ishonasiz. Mening ajili to'sibdi. Ular meni sezib qopti. To'xta! Bu qayerga ekan? Mau yashga. Hammanglar tinchlikmi? Tortinmay beqinglar. Bu güzellikni avlod saqlab, kashfiyotchi bo'lish baxtiga nail bo'la olamanmi? Men nima deyishimni bilolmayapman.
ehtimal heykellerimni kösünüz qayıl bulasiz. Bop demizi. Oh, meme bah, Vincenzo. Sizin eserlerinizni görüşünü bek mi yaktırman? Uluda, yani kim var? Ah, men bağmayman. Bu yerde Men de bağmayman. kalsak, renkimeydigan siz. Merhamet. Men ayallarning badan qurilishidan intayin zo'qlanaman. Ular menga ilhom berdi. Bir qarapla sizin sanat xumar ekanligingizni bilgili bo'ldi ekan. Bundaq ishlasangiz charchamamsiz. Emgekiniz ta'sirlikka. Rahmat. Ular mening See, I treat them as my children. I could tell you stories about each one of them. Wait, this woman. I saw her reflection in my bath. She tried to speak with me. Yes, u mening rafiqam. Bir yil bo'ldi. O'lib ketdi. Kechiring. Tabiatning hayoti mangulik hayot hamda qiymas hayot. Mana mushundaq mangu yosh va sog'lom turdi. Yillarning jafosi ularga iz salamaydi. Shunga men ularga havas qilaman. Sizde bir cüp sehirli kol bade kılıdı. Vincenzo, bu heykellerinin üstüde kılcımı oyma izi görünmeydi. Rahmat. Sizning yuqori baho berganingizga rahmat. O, sizin kurallarınız nerede? Siz qayerda xizmat qilasiz? Mening ishlaydigan xonam shu. Ammo u yerga hech kimni kirgizmayman. Bu xuddi ish sirini hech kimga aytmagandek ish. Nima ovoz bu? Yordamchim yiqilib tushdimi ekan? Ular doim falokatli qitlar yuriydi. Jiringlar. Ablah. Bundaq varang çurungda qandaq işleymen. Yaramasla. Siz bir yerde Bunu cayı koyunla. Saray işini çarlanla. bulanı tünügün keş öz gözüm bilen gördüm. Yo'q, bularni o'zingiz to'qib chiqqansiz. Tünügün kecha Nelsonni izledim. Onu hiç kim görmepti. Endi bat, siz ishlarning yomonlik tarafini o'ylaysiz. Ama meni deginim doim to'g'ri chiqdi. Bu yer rostilla boshqacha ekan. Ammo iqrormanki, Vincenzo hissiyotga boy odam ekan. U go'zalligimdan huzurlandi. Ammo siz unda qilolmaysiz. Mayfel, chiroyli gaplarga ishinib ketma.
Siz aytgan podsho va xonishlarga Vinselso ziyonkashlik qilgandek turdi. Sen de bat. Bo'ptamisa. Sizning deganlaringizni to'g'ri deb turayli. Ayting, men zaten nima ish qilsam bo'ladi? Uning kayniga kirib eling. Shu fursatda tekshirib boqay. O'zingiz ishlayver olmang. Agar Vinselsoning qo'sig'ida jin bo'lmasa, nima ish qo'yishurdi? Men cho'qim sababini topaman. Yaxshimsiz, efendi. Boris, bana yardım qil. To'xtab tur. Men bir qonuniyatni isbotlayapman. Nima qonuniyat? Uni fosforliq portlash deb atadim. Muvaffaqiyat qozondim. Muvaffaqiyat. O'ylaganimdek bo'ldi. Bu oroldagi karlardan har xil inmitlar chiqadi ekan. Ularni birik modda yasasa, portlash unumi yuqori dori ishligili bo'ladi ekan. Bu doriga portlash deb nom qo'ysak muvaffaq bo'ladimi? Qaraganda Vinselso mushundaq narsa bilan orolni kontrol qilib olibdi-da. Agar kuchli qilamiz desak, miqdori ko'p bo'lishi kerak. U chaqda uni ko'mzakdek bir narsaga silish kerak. Bo'lamdi ekan? Bu nima? Bu men yasagan portlatqich dorining tarkibi. Orada atrofida bundaq moddalar night kam tepildi. Nelson nur chaqnaydigan o'nkir degan yerdagi narsa mushu bo'lsa kerak. Boshqalarni chaqir. Biz birga boraylik. Bular burun yasıganları. Bularning ta'siri cho'ng bo'ladi. Siz bek güzelkensiz. Heykelingiz mening vakilim asirim bo'lib qoladi. Bu qush bek chiroyli. To'g'ri. Men uni bek yaxshi ko'raman. Kechiring. Men qaravullarga jigilab qo'yay. Azroq chataq chiqibdi. Hozirlik kelimi. Görmüş etrafta bo'lishi mumkin. Ben bu yerda o'lgur ko'mdim g'oyini. Cho'qim mush yerda. Bu yer emas ekan. Kesib aytalamsan. Balki veliq malay xato deb qo'ygandi. U malay emas, chirikkan. Onun tepege ishirib qolsa, voy feleni ko'rib boshqacha o'zgarib qolding, ha? Men uningga alayda qaramadim. Kapitan degan hamma a'zolarga o'xshash muomala qilish kerak. Bo'libmi, xatolik o'tkazilishdan burun. Xatolik. Xatolik? Ana, o'nkir oyat ekan. Burodlar qaranglar. Agar butun dunyo ijodiyatimni bilsa, danqim chiqib ketgan bo'lardi. Bundoq portlaydigan narsa yaxshi hisoblanamdi, yomonmi? Kashfiyot yaxshi yomon deb ayrilmaydi. Gap uni ishlatkichida. Albatta mening ijodiyatimni yaxshi taraf ishlatish kerak. Kirib boqayli. O yerga kirmasak sadi bo'lmamdi. Men qorong'u o'sh. Qorong'iya bilan yo'riqya o'xshash. Hech bo'lmaydi. To'g'ri dedi. Ma'ayli. Sizlar kirgashtiringlar. Men keyninglardan kiraman.
biye bo'ladi ekan. Endi biz ne ketyapmiz? Sindbad! 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 Nim buldu? Sen nerede? Aqlim yetmayotdi. Sindbad! Sindbad! Allah'ım tam sen! Dubat! Sen nerede? Sindbad! Taşning kayinda. Aldırma! Ben seni hazırla kutkuzumu! Belgini ko'rdingmi, Dubat? Ustiga urib qo'y. Nima Sindbad! deyishimni bilmayapman. Sen bo'lmasang qandaqmi qilatdim? Bular kimlarga? Podshoning lashkarlari. Yana podshomi bor? Lekin Vincenzo mushunchalik haykalni qandoq qoldirib bo'lalaydi? Bu yerga akirib qo'yib nima qiladi? Ularni Vincenzo yasagan emas. Biz kim yasagan? Ular haqiqiy odamlar. Vincenzo sehriy kuchi bilan ularni toshqa aylantirib o'tgan. Orda ichidagi lashkarlar shundoq. Uning san'at digini mush ekan. Bularning hammasi tirik odamlar bo'lgan. Mayfil! Bu yerdan tez ketaylik. Mayfilni qutqizaylik. Kuchimiz yetmagidek. Biz so'linib qoldik. Sindbad! Boşka! Dubat! Boris! Biz bu yerda. Sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Uni so'rama. Bizni chiqarib olgin. Mayfil xatar ichida. Belgini ko'rdingmi? I can see it, but I can't get it to work. Just a second. I'll figure something out. Ahkamganda ilm fan maydonga chiqadi. İlim ben. Azroq sharab iching. Ondan mashg'ulotxonaga boramiz. Haykalingizni qattiramiz. Hüsnü cemalınız мәңгі saqlanıp qalsın. Tayyorlaninglar. Men o't yoqdim. Biz g'alaba qildik.
Sizlarni qarshi olamiz. Biz nega boramiz? Qasrga. Vincenzo Mayfieldni toshqa aylantiryapmiz. Fosforliq rodi bilanmi? Oh, Mayfield. Bek yaxshi oldu. Mayfield. Mayfield. Mening fosforliq to'ramga qiziqib qoldingmi? Bo'pti, sana tushuntirib qo'yay. Bu mening quralim. Buni ishlatgili 23 yildan oshdi. Haykal qatrosh, nishonlarim uchun qilib aytganda, bu maxfiy qural. Sen egangni buzg'ili kelganmiding? Endi obdan bo'ldi. Chashqan yeydigan burkitdan ko'p ortiq tursan. Sening boturlig'ing insonlar orasida madihilinib, seni ziyorat qilganlarni ilhomlantirib tursan. Sen badiiliga ustun haqiqiy san'at bo'yimi bo'lib qolasan. O'zinglarni dalda qilinglar. Tez. Longa! Çeyrekler bağın sır köpeği vatıda. Vincenzo, bir kelişimizni xalmaydiga o'xshaydi. Ostiga bu oltisi bor ekan. Ular turgan algı ilgirleyemeyotganmiz. Mayfieldni qanday qutqizimiz? Boros ularni portlatib. Bo'lmasa beki, portlatish to'g'ri kandayirga ishlamaydi. To'xtanglar. Ronga, avriga ketgan narsani menga berib tur. Qandoq narsa u? Pichoq atadigan narsa yo'q. Eng yaxshisi biz taslim bo'laylik. O'lsam taslim bo'lmayman. Taslim bo'lmasak o'limiz. Bu ularni qiltaq tushiradigan eng yaxshi chora. Qaltini be. U bayroq chiqadi. Taslim bo'ldi. Qog'oz bo'l. Qiltaq bo'lish mumkin. Orta chiqama. Qurollar tashlanglar.
Kıvırlı valla. Oldu. Vakit uzak kes özümüzdeki işimiz. Kurallı, aldığı taşlarla, tez bolunla, tez! Ağablağın kendi yüzlüğün nime? Fox! Berhal esli uyutacak. Bu yaktaşla. Yaxşı. Endi qo'ltalaydi. Toxtala, biz teslim bulduk. Izdanladi, əsirgüç gələ deb o'ylayapsizlar. Gidin la. Oldu, gidin eli. Yaxşı oldu. Tez bulun la. Tez. Şimdi aç, bizden su. Biz bilmez, sen içini bak. Tez bul. Bizden su. Menimce, Amal bu mu değil, qanda qilamiz. elim peki tayinaylı. Mayfelni çokum tapımı. Bakın dedim, kulaklarına buldur beni. Kalkın seni bak, tez bul. Tezroq bo'lay. Mayfel, siz mening vakillik asrim bo'lib qolasiz. Kela. Mayfel! Seni öldürüp etmem, bizden su! Unda qilamazsam ekan.
Qandaq şekilni yaxshi ko'rsankin Sindibat. Zonziyamsan yoki tizinamsan. Mangu azob chekayotgan, yalvurayotgan shaklda ketib qol. Seni tiz tüktirelayman Vinsilso. Azroq ahmoq qilay deyapman. Nim bo'ldi Vinsilso? Qo'g'lamaysan-ku. Aramzada, ishlarga yushunmaysan. Bu aradagi hadr istiyo mening badiiy san'atim uchun xizmat qiladi. Sen mu shuning ichidasan Sen deb. san'atkor emas, Vinsilso. Bir alvasti. Agar mushu paling bo'lmagan bo'lsa, sen hech nima bo'lolmayding. Badiiy san'atga kelsak, kishilar san'atkorni tunuydi. Real art. Haqiqiy san'at boshqalarning ruhini o'g'irlash emas, balki haqiqiy kashfiyot. Sarayimni buzma, uni ajrim bilan yasagandi. Bu sening saraying emas. Mening sarayim. Uni jinimdan ustun ko'rma. Bularning hammasi menga tava. Shunga hech kim qo'l tegizlamaydi. Baribir tugashdan Sindibat. Sindibat. Seni tatavag'im batdi. Lekin qo'lingda tutsam, men qandoq bo'laman? O'tnim qilay Sindibat, ne bilasan berma. Afsollaring yordam qilmasmi? Avval meni qutqizib ol, tez. Meni qutqizib ol. Meni qutqizib ol Sindibat. O'tnim qilay. Yo'q. Dermot, bir nim bo'lmagansa. Mayfil. Mayfil. Rahmet sizga Sindibat. Mariya Xanish. Ordaga qaytqaningizga muborak bo'lsin, Xanish. Muborak nomingiz nima ekan? Ismim Sindibat. Ular mening hamrohlarim. Qaraganda Vinsilsoning sevi kuchi yo'qolibdi. Vinsilso bilan birga yo'qoldi. Sizga tashakkur aytaman. Yaxshiligingizga qanday javob qaytarsam bo'lar? Kerakli buyumlardan besingiz. Ondan do'stlarimni to'y qilsangiz bo'ldi. Bo'ladi. Buni bilan qolmaydi. Rahmat. Xudoga shukr. Siz hayotgansiz Xonish. Shundoq suyulligim. Shohlarni yotsin. Rost gapni desam, Mayfil.
asli qiyofatingiz qaytganingizdan intayin xush bo'ldim. Venisli sodan rashk qilyapsiz, shundaqmi? Faqat sizning bexatarligingizga ko'ngil bo'ldim. Xolos. Nemishqa iqror qilmaysiz? Iqror qilishim mumkin emas. Men xonishqa sizning boturliklaringiz to'g'riliq so'zlapadim. Meningmi? U bu sovg'ini sizga berishni havola qilgan. Nemika? Bilmayman. Ko'rib boqmadim. Sendibat, bu kiyimlar bek chiroyli ekan. Bek chiroyli shundaqmi? Nima bo'ldi? Hech nima. Menga boshqa narsa kerak emas. Sizlarning bir a'zoyinglar bo'lishni qaror qildim. Aye, aye.